Aka uyingizda Ispaniyalarda shunaqa o'tirish rohat qanday qaranglar. Boshqa pullarni. Ular Ispaniyalarimiz haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Ispaniyamiz dubayskiy stilda desam ham bo'ladi. Qaranglar, dizaynlari ham bir boshqachada. El Mebeldan o'zgacha dizayndagi Ispaniya garniturlarga navbat keldi. Qani ketib ko'ramiz. Shkafimiz haqida ma'lumot beramiz. Shkafimizni ko'ringlar, dizayni o'zgacha. Materiallarimiz Krashenning MDF dan foydalanilgan. Oynalarni ham dizaynlarini ko'ringlar, oppoqini uyga juda ham chiroyli turarmish va aka 6 ta eshikdan iborat. Har qanday uyga bo'lib olib kirishlarimiz mumkin. Razmerlarni ham o'zingizlarning uyingizlarga mos qilib beramiz, qaranglar. Ichini qaranglar. Juda ham akkuratniy, klassik qilingan. Bemalol pullaringizni shu yerlarda saqlasanglar bo'ladi. Eshiklari ham vakuumli tortiladi. Ispaniyalarimiz matraslari ortoped bo'ladi, yonboshlariga rossiyskiy displeylardan ishlatilgan. Dizaynlarga ham boshqacha bir e'tibor berishinglar mumkin. Bular avtomatik yonib o'chadi. Bu Ispaniyada yotasiz, ishoning. O'rningizdan turgingiz kelmaydi aka. Oyna qismiga keladigan bo'lsak, oyna qismini ham qaranglar, kengina. Juda ham ko'p narsalaringiz sig'adi mana. Eshiklarni ham ko'ryapsizlar, vakuumli. Bular ham bir boshqachada. Juda ko'pchilikdan savol tug'ilishi aniq. Orqadagi stenkamiz alohida narxda, ya'ni bu 9,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, buni 5,5 million so'mga qilib beramiz, ya'ni komplekt uyingizga o'zimiz borib o'rnatib beramiz. O'zbekistonda istalgan viloyatlarga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Asosan, ya'ni kelishuv asosida hozircha Andijon viloyati, Farg'ona, Namanganga o'zimiz borib uстановка qilib beramiz.